bersin, ishingizga rivoj bersin. Bir Bodringni bir zo'r bo'lgan joyiga keldim akalar, Navoiyda. Buxoro bilan chegaradosh joyda terimlarni qilib qo'yishibdi, shikalat qilib. Ko'rsatamiz bularni ham. Boshqacha bo'lgan. Neva ekilgan. Shu Buxoroda, G'ijduvonda mashhur agronomlardan, bolalardan, qadrdonlar, tanishlarimiz. Xo'sh. Feruzbek. Xush kelibsiz. Mirshod. Bu bolalar kuchli bolalar. Agronomiya bo'yicha mana Zarafshonda 1 gektar qulupnayga ham qarashadi. Buxoro, Navoiyda qaraydigan joylari juda ham ko'p. Akalari Feruzbekni. Mana shu yerda 1 gektar joyga bodring ekilgan, kirib ko'ramiz. Ana og'izga mana shu yerda ham shirin qilib olamiz akalar. Navoiyda ham bunaqa nimalar bor, lekin bu bolalar buxorolik bolalar. Feruzbek, Mirshodbek buxorolik bolalar. Kecha videoni ko'rib, og'izni shirin qilib olishga tayyor qilib qo'yishibdi. Qani bismillah. Asal oling. Ha? Asal o'zimiz mahsulot, o'zimiz ishlab. Voy, asal lekin boshqacha asal ekan-a. Oling. Qaytishdingiz, qaytishdi. Bodringni ko'ring, bodringni ko'ringlar. Mana konfet oldim. Bu ham tursin, erib ketmasin. Qatdan ko'rsatamiz, Mirshod. Qani, ketdik. Xo'sh, unaqa cho'zmaymiz. Meni bilasizlar, asosan ko'proq o'sha holati yomonroq bo'lgan joylarni ko'proq ko'rsatishga harakat qilaman. Imkon qadar. Faqat yaxshi joy ko'rsataversammi, zo'r bo'lgan, boshqa unaqa nimalar bo'lgan. O'shaning uchun imkon qadar muammoli joylar, o'sha muammoga yechim topa olmayotgan joylar, shularni ko'rsatishga harakat qilamiz. Yaxshi joylarni ko'rsatib tursangiz ham bo'lmaydi. Lekin u bodringni kirib ko'rdik. Boshqacha bo'lgan akalar, boshqacha. Zo'r, bolalarning ishiga 5 baho. Hozir o'zingizlar ham kirib ko'rasizlar. Shu kirdim. Hali ichkariga kirmaymiz. Ashdan ko'rsatdik sizlarga mana. Bu yoqlarni terim bo'pti o'sha. Ana. Mana qaranglar, bironta bodring tashamagan. Bittaga bitta, bittaga bitta, bittaga bitta ushlab beryapti. Mana, va mashalloh. Mana yo'lkalarni ko'ryapsizlarmi? To'g'ri, ikkita yelkali tegadi-ku, uni oxiri ko'rinyapti-da. Oxiri ko'rinadi. Barglari katta. Qachon ekilgan bu? Neva? 13-oktyabrda. Qani kim bilan gaplashaman? Kim bu yerda gilavar? Mana akamiz. Ha? Sulton akam, Feruz akalari, bular oilaviy agronomlar. Xuddi men bilan Sherali qanaqa bo'lsa, Sulton akam bilan mana bu Feruz ham shunaqa. Mirshod ham shu qarindosh bular. Bobur bizning. Ana Bobur Shoh. Bobur Shoh. Qani ichkariga kiramiz. Mashdan kiraveramiz. Yurmaymiz akalar. Mana bodring. Hop, mana bo'yim solishtirishingiz uchun. Hop, mana bo'yim 1.70, 1.71 bo'ladigan bo'lsa, где-то 2,5 metrli bo'lgan tepasi. Mana mevalari. Men bu yerda gibridni maqtayotganim yo'q akalar, nevani maqtayotganim yo'q. Mana bu yoqlarni terim qilib bo'lishibdi, mashalloh. Bu yerda men ko'rsatmoqchi bo'lganim agronomning ishi. Bu yerda asosan agronomning ishi, agronomning texnikasi, himoyasi, oziqalardagi pitaniyasi. Mana shuni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Sulton akam ishlarini sizlarga ko'rsatmoqchiman. Xo'p, ildizini ko'ramiz, mulchi sistema ekan, lekin bu yog'i ochiq, ko'ryapsizlarmi? Yopib tashlashmagan akalar. Inkislarni olish kerak, olish uchun. Voy, mashalloh. Mana buni qaranglar akalar. Buni qaranglar. Ana ildiz. Sal ko'taring-da yana. Voh, ana. Alloh barakasini bersin Sulton aka. Zo'r bo'ldi. Rahmat aka, hammaga bersin. Anchadan beri bunaqa bodring to'g'risi men ko'rmagan edim. Endi sanab Yaxshi joyni ko'rsat demasizmi? Ha, to'g'ri, ha. Ko'rsatsin demasizmi? Voy, mashalloh. Akalar, bu nimalar yeganni? Hozir so'raymiz Sulton akamdan, mana kelyapmiz sekin. Ildizni qaranglar. Bu qachon ekilgan Sulton aka bu? 13-oktyabrda kirgan yerga. 13-oktyabr. Bugun 11 bo'lsa, hali 2 oy ham bo'lmabdi-da, ya. 2 oy bo'lmabdi. Necha marta terim qildinglar? Hali 2-marta terim qildim. 2 marta. Aslan pastlar tozalanganda bu. Nechta meva olib tashladinglar? 16 ta. Eng kam 14 ta, eng ko'p 16. Eshityapsizlarmi akalar?
16 ta meva olib tashladik deyaptilar. 3 ta 4 ta olishga qizg'anasizlar. Men aytaman-ku 10 tadan 15 tagacha olib tashlaylik desam, voy, nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi? Mana shu ildizlarning rivojlanishida, mana shu barglarning rivojlanishida bu 16 ta meva olib tashlashi uni muhim kitobida 15 ta 18 tagacha olib tashlagan deb yozgan mevasini. Ana agronom Sulton aka mana shu narsaga amal qilganlar, Alloh barakalarini bersin. O'shani hisobidan palay zo'r rivojlanib olgan, ildizlar zo'r rivojlanib olgan. Ana endi bu yoqda olishyapti. Men sizlarga mana bu mevasini terishgan, terim qilishgan dedim. 2 marta terim qildik deyaptilar. 16 ta meva olib tashlaganlar. Mana mashitdan boshlashgan. Qaranglar, zato bu yog'i hammasi ushab kelyapti. Narx-navo qanaqa bo'lyapti aka? Narx-navo yaxshi. Nechta bo'lyapti? Oxirgi marta 23 ming sotgandik. Hozir ko'tarilgan deyaptilar. Oxirgi marta ham shu kecha 2 kun 3 kun oldin. Bu terib qo'yganinglar-chi? Terib qo'yganinglar bugun terilganmi bu? Kecha terildi. Ertaga teramiz. Ana, narxlarni ko'ryapsizlar, u yoqdan ham ko'rsatamiz. Bitta joy ko'rsatding deb anaqa qilmaysizlar-da, u yoqdan ham ko'rsatamiz. Xo'p, himoya qanaqa bo'lyapti? Sulton aka, himoyada ximiya bormi, yo'qmi? Kimyoviy pestitsid bormi, yo'qmi himoyada? Himoyada aslan o'z qila bilan ishlayapmiz. Aragamki Yo'q, uni qo'yib turing. Hozir mana reklamaga o'tyapti deyman. Reklama o'xshamas aka. Bu aniq, fakt bu. Mana bilasizlar akalar. Hech qachon men repetitsiya qilmayman, ssenariy yozib oldikmi? Sulton aka, yozmadik-a? To'g'ri olib kelyapman, primoy ketyapmiz. Hech qanaqa ssenariy boshqa hech narsa qilganimiz yo'q. Hozir o'sha Argamiki EF deb yotdilar yana reklamaga. Yo'q, unda emas. Men savol mana aniq berdim. Himoyada mana oq qanotga, ildiz kasalliklariga, xo'sh, barg kasalliklariga ximiya ishlatilinadi-ku baba endi. Baribir ishlatamiz. Xo'p, o'sha nima ximikat ishlatdingiz? Kimyoviy pestitsid. Aslan oq qanot, qo'yish qurtlarga qarshi vertimiy konfidor ishlatganmiz. Xo'p, boshqa unaqa narsalar ishlatilgani yo'q. Kasalliklargacha, listovoy kasalliklarga endi ildizini bilasizlar, ildizda ko'rkirud, boshqa fuzariozlarga babi bunaqa paytda o'zi emas-da aka, uni qilish. Yo kasallikka lekin sepganimiz ham yo'q, berganimiz ham yo'q. Ximikat bermadingiz. Yo'q, berganimiz. Ximikat bermadingiz. Ana endi biologiyaga o'tamiz. Men ham bilmayman, berdilarmi, yo'qmi. Lekin o'zlari boshida aytib qo'ydilar, Argamiki EF'dan boshladilar. Hozir endi o'sha savolni beramiz. Qani, ichkari sal qorong'uroq ekan aka, yuzlarimiz qorong'i bo'lib qolar ekan. Shuning uchun bodringni ko'rishdi hammasi, mana ishkalat. Yana nemo kadrlar bolalarga qilib boramiz. 2 oy ichida ildizdan kasalliklarga qarshi nima berdingiz? Ana endi ayting aka. Kasalliklarga qarshi aka, endi aslan Argamki EF berib turamiz. Biologiya. Hali kasallik tushmagan hisobiga ximiya bermaymiz aka. Argamiki EF qanchada berdingiz? Argamki EF 12 kunda berib turaman aka. 12 kunda bir. 15 kunda ham emas. Yo'q, 12 kunda bir beramiz. Voy, mashalloh. Narditni masalan 20 kunga bir kanastr o'zdan berib yuboramiz shunday. O'shaning hisobiga ildizlar ham oppoq chiroyli turibdi. Mashalloh. Xursand bo'lamiz. Masalaga bir oyda bir marta beraylik desam, gohida og'irlik qilib qoladi. Akalar 12 kunda bir marta beraman. Argamiki EF deyaptilar. Leonarditni har bitta oziqaga qo'shib Leonardit beraman deyaptilar. Boshqa stimulyatorlar ham ishlatasizlarmi? Ishlatamiz. Qanaqa stimulyatorlar aka? Aytavering, qo'yib yuboramiz hammasini. Nima stimulyatorlar? Sulton aka? Nima masalan? Aslan lekin ko'pincha sizlarni o'zlardan ishlatamiz. Ko'pincha shu. To'g'risini aytish kerak, bu alagan joyimiz yo'q. Bo'lib turgan narsa bu. Bizda oziqalar yo'q, bilasizlar. Oziqa endi Leonarditimiz bor, stimulyator endi ancha mashhur. Bionovatsiki Organit N, Organit P mikrobiologический oziqasi bor. Bittasi eni azot, P'si fosforning udabreniya. Faqat shu udabreniyamizda bor. Qolgani hammasi bizda Argamiki F, S, pseudobakteriya fungitsidlar, Biosili B va BT insektisidlar. Asosan shu. Leonardit ildizdan ham, bargidan ham asosan shu. Mashina ham ko'rsating. Bu ichkarigacha shunaqami? Ichkariga anaqa qilmadim. Voy mashalloh. Bodring degan Alloh zo'r beribdi, Alloh beribdi. Ichkarilari ham xuddi shunaqa. Ichkarilari ham zo'r akalar. Mana qaranglar qancha mevani olib tashlaganlar. Qancha mevani. Bu joyga kirdi, qarang.
Shu yerni ham ildizni bir ko'rsating. Qani, ko'rsating aka, endi yetmoqchi edim. Shu yerda ham mana bu tomondan ko'ring mana. Endi u yerga suv oqqan hisobiga oppoq turgan. Ha, bitta sal namlik ham ekan, u yoqda ko'proq-edi aka. Bu bosh bo'lgani uchun namlik o'sha oxiriga keladi, o'sha hisobiga. Ildiz moshni aka, Ildiz bitta. Ildiz moshni. Keyin bitta narsaga ahamiyat beringlar akalar, Argamika F ko'p yegan joylarda mana shu ildiz deb o'ylagan bir xil narsalarimiz Argamika F mitseliylari bo'lishi ham mumkin. Mitseliy degani o'sha zamburug' xuddi ildizga o'xshab anaqa ildiz otadi-da, mitseliy qiladi. Argamika F'da shunaqa xususiyati bor, oppoq qilib tashlaydi hamma. O'shunaqa narsalar ham ko'p bitta. O'shalar ham ko'p. Ana sizlarga bodring. Yetkazib turib beramiz. Ha. 20 tonnaga shay qilib, zo'r xotiradan shu ilzari oppoqligi o'sha hisobidan turibdi-da. Mashalloh bo'pti, zo'r bo'pti. Juda chiroyli bo'lgan. Shunaqa. Bargidan hech Argamika F sepdinglarmi yo'qmi? Hozircha sepganim yo'q. Hali sepmadinglar. Hali sepganim yo'q. Endi bitta narsani aytaman sizlarga, misol har bitta kasalliklarni sporalari, masalan, fuzarium bormi, ko'rkurut bormi, misol vertitsilyozni, to есть черная ножкani nimasi bormi? O'sha pitium degani bor, rizaktaniya degani bor. Tarqatuvchisi hammasi tuproqda-da aka. Hammasi tuproqda bo'ladi. Argamika o'sha tuproqda ham o'shalar bilan ham kurashadi-da. O'shalarni ko'p kurashib yeganning hisobidan ham tashqariga chiqarmaydi. Ishinglar zo'r. Men boshqa savolim yo'q. To'g'risi. Ya, ekish masalasi. 1 gektarga nechta ko'chat ekdingiz? Bu yerga 1 gektarga 18500 ekkan. 18500 ta. Men endi mana shuni gapirishga majburman. 19 mingdan oshiq ekmaylar deyman. Maksimum 20 ming ko'chat ekinglar deyman 1 gektarga sizlarga. 18500 ta ekibdilar. Ko'rasizlar? Zo'r norma. Mana hosil. Bargini, mevani olishni ham aytdik. Men 8 ta 10 ta olib tashinglar deyman. 18 ta 16 ta meva olganman deyaptilar. O'shanga yarasha mana bu yog'i zo'r bo'lgan akalar. O'shaning uchun mana shunaqa qoidalarga, agrotexnika, zashitalarga men ko'p mavzularim bor. Ularni ko'rib chiqsanglar bo'ladi YouTube kanalida. Shunga qarab nima qilsanglar bo'ladi. Sulton akam G'ijduvondanlar. Shunday. G'ijduvonli akam, ukalari Feruz, jiyanlari Mirshod, Boburshoh. Murojaat qilasizlar. Zo'r qilib pomidorga ham qarayapsizlar-ku, pomidor ham bor. Pomidor. Cho'tki qilib ishlarni qilib berishadi. Zo'r qilib berishadi. Biz bilan buni anchadan beri ishlashyapti. Suhrob Galosiyo bilan ishlashyapti. Hozir u yoqda Zarafshonda katta teplisida, oynali teplisida 1 gektarga qulupni ham qilishgan. Ertadan ham borib sizlar uchun zo'r mavzularni qilamiz. Alloh dehqonchiligingizga baraka bersin, ishingizga rivoj bersin. Hammani dehqonchiliklari mana shu Sulton akamga o'xshab chiroyli bo'lsin, go'zal bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Ko'pga bersin aka. Ko'pga bersin. Ko'p qator o'zaga.